tutishi mumkin. Lekin kriptovalyutada bunday emas. Butun dunyo kriptovalyutani qozishni boshlasa ham belgilangan miqdordan ortig'ini bermaydi. O'sha uchun bu narsa qiymati oshib boraveradi. Va har 4 yilda bu halving bo'ladi. Ya'ni blok berish o'sha, ya'ni kriptovalyuta o'sha miner o'sha berilgan blockchaindan tomonidan berilgan masalani yechsa, unga ish haqi deymizmi, reward deyiladi. O'sha mukofot puli beriladi. Avval 6 bitcoin edi, undan oldin 12 bitcoin edi, endi qo'shimchasi bor. Hozir 325 bitcoin bitta blok rewardi. Har 10 minutda dunyoda bitta blok topiladi. Har 10 daqiqada. Biz o'sha pullar bilan ham ishlaymiz, mining pool. Ya'ni hamma asiklar o'sha minerlar, qurilmalar bitta pulga yedini basseynda bitta pulga ulanadi. Pul blockchainga ulanadi, qazib olishni boshlaydi. Siz minerni primoy blockchainga ulashingiz ham mumkin. O'zingiz shaxsiy mining qilishingiz mumkin, lekin bu solo mining deyiladi. Ya'ni o'zingiz. Unda siz blokni topishingiz qiyinlashadi, chunki любой miner mana shu yerda polni hamma o'tirgan inson bitta zadacha berilsa, hamma yechishga tushadi-ku o'sha zadachani. Kim birinchi topsa, o'sha pulni oladi. O'sha berilgan rag'batlantirish bitcoinni o'sha oladi. Agar biz hammamiz bitta yedini pulga qo'shilsak va yedini pulga yechib tashlasak, agar o'sha pul siz topasizmi, men topamanmi, o'sha savol teng taqsimlanadi. Shunda jamoaviy pul topishdi. Qazish deganda endi odamlar yer qazish ekan deb tushunmasin. Buni qazish algoritmlar, ya'ni maxsus anaqa dastur haqida gap ketyapti. Ya'ni dasturiy mahsulot, ya'ni kompyuter texnologiyalari o'qiydigan dastur va o'sha yerdagi qazib olish haqida